Assalomu alaykum qadrdonlarim, men Sarifa Rajabayevna. Yana men sizlarga bir kontentni o'rgatmoqchiman. Sabiryan Wellness korporatsiyasida mana bunday korin degan mahsulotlarimiz bor. Ko'rib turganingizdek Navamin mahsulotlarimiz bor. Mana shulardan sizlarga og'riqli nuqtalaringizga, tovoningiz yorilganmi, grippok bormi, sizda yorilishlar ketyaptimi, dog'lar bormi, teringizda qanaqangidir yaralar bormi, chiqqonlar bormi, tuzatolmayapsizlarmi, so'gallar bormi, papillomalar bormi, qayringizdadir, qovog'ingiz atrofida qanaqadir so'galchalar bormi, mayda jirvakchalar bormi, mana shu korin bilan sizlarga malham tayyorlashni o'rgataman. Like bosib, menga podpiska bo'lib oling. Oldinda har kuni meni yo'qotib qo'ymagan holatda yangiliklarimni eshitib borasiz. Mahsulotini har safar ochganingizdan so'ng mana shunaqangi holatda chayqatib olasiz. Bunda 16 xil tomir ildizlarda qaymog'i texnologiya asosida shunaqangi chiroyli qilib olib olingan. Buni ichida sizga qimmatbaho produksiyalar teringiz bilan so'rilib boradi. Chayqatib olganingizdan so'ng oz miqdorda va shunday idishchangizga quyib tomchilab olasiz. Hozir men 1-2 martaligini tayyorlab ko'rsataman. Shuni to'la qilib tayyorlab olib, spirt idishingizga quyib olsangiz, sizga har doim ishlatishda uyingizga aptechka bo'lib xizmat qiladi. Mana buni quyganingizdan so'ng, mana shu Navamin mahsulotimizdan, produksiyamizdan 30 yillik tarixga ega mana. Mana shu mahsulotdan xuddi shu ko'rinishdagi o'qlanganini olmanglar. O'zimizdan so'rasalaring, men sizlarga tozasini o'qlanmaganidan topib beraman. Dastavka ham chiqaraman. Mana tuxumdek qilib ochib olasiz. Tuxumni xuddi ochganingizni chaqib olib, ichidagi produksiyasini to'kasiz. Agar yuzingizga niqob qilmoqchi bo'lsangiz, bizda organizmga sink bor. Keyingi safar shuni ko'rsatib beraman. Hozir sizlarga og'riqli nuqtalarga, so'gallarga, shporalarga, tovoningizdagi tagidagi yara chaqalarga, operatsiya bo'lganingizdan keyin tikilgan joylaringiz iringli holatga kelib qolmasligi uchun, tezda bitishi uchun mana shunaqangi niqoblar tayyorlab olishingiz kerak bo'ladi. Mana shunaqangi qilib aralashtirib olasiz. Yana ustiga koriningizdan quyib olasiz. Endi siz